Timur shu agrobankda birinchi o'rinbosarman. Vaqtlarni olganimiz uchun uzr. Prezidentimiz tomonidan topshiriq berilgan fuqarolar bilan uchrashish, ular muammolarni eshitib, ularni yechish bo'yicha topshiriq berilganda oy 2 marta 2026-yildan bo'lgan 2 marta uchrashuv qilishimiz kerak. Shunga bitta masalalarni aytsa, yozib olsam, birgalikda yechishga yordam beraman. To'g'ri ayting. Kimsiz aytmagan nima maqsad kelganlar shu? Ziltepa mahallasida shu keldik. Mana shu prezident qaroriga asosan shu bo'ydagi Qancha so'm olmoqchisiz? 50 million. 50 million. Sizni o'zingiz nomingizgami? Yo'q, Ballarni. Siz pensiyadami? Men pensiyadarman. Siz necha yoshdasiz? Menmi? Ha? 54. Ha, bo'ladi. Siz 55 yoshga bir yillik pensiya chiqib. 54. Bo'ladi. Qilib beramiz, faqat siz kafil Men bo'lasiz. kafil Bo'ladigan bo'lsa, davlat xizmati markaziga borsangiz, jirovka beradi, bir yillik pensiyangiz to'g'risida. Qachon pensiya chiqasiz? 2008. Ha, bo'ldi. Bir yillik pensiya jirovkani olib kirasiz. Hozir men Bekzatning yigitim bor. Bekzat bu masalasini hal qilib berdi. Kelgandan keyin chiqqandan keyin ko'rasiz, ko'rib beradi. Aka, sizning masalangizchi? Bo'ldi, menga bilganmisiz? Aka, siz ayting masalangizni, ayting. Bilgansiz? Nechta kun bor bular?